Har xil pishiriqlar, tort, shunga o'xshagan mahsulotlar ishlab chiqariladigan sexlari bor biznesmen akalarimizga yoki shunaqa mahsulotlar sotadigan biznesmen akalarimizga ikkita tayyor, bir-biridan katta bo'lgan muzlatgichlarni topib qo'ydik. Birinchisi vitrina ko'rinishida bo'ladi. Buni razdachaga qo'yib, tort, shunga o'xshagan mahsulotlarni, shirinliklarni bemalol qo'yib razdachaga sotsangiz bo'ladi. Bu mahsulot ham plyusavoy, ham minusavoy bo'lib ishlaydi. Agar muzlatadigan mahsulotlarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, -15 gradusgacha sizga sovutib mahsulotlarni ushlab beradi. O'zingizga qulay qilib, xohlasangiz plyusga, xohlasangiz minusga ishlatishingiz mumkin. Narxi vaqtida 47 millionga olganman dedilar. 3 oy, 4 oycha ishlagan, bunaqa ko'p ishlamagan, juda ham yaxshi holatda turibdi. Hozirgi narxini 35 million qilib beraman dedilar. Ikkinchisi esa kamera muzlatgich. Buni ham ichiga bemalol mahsulotlarni to'ldirib joylasangiz bo'ladi. O'lchami esa 230 ga 2 metr bo'ladi. Buni ichidagi polkasini alohida 4 millionga qilganman. O'zini esa 44 millionga xarid qilganman dedilar egalari. Hozirgi narxida buni ham polkalar bilan 35 millionga beraman dedilar. Bu ham -15 gradusgacha sovutib beradi. 220 voltga ishlaydi. Xullas ikkala muzlatgich ham holati juda ham yaxshi. Narxlarini 35 milliondan deyaptilar. Yana borib ustiga ko'rib egalar bilan kelishsangiz, narxini yana sizga kelishtirib beradilar. Bu videoni shirinlik, tort, shunaqa mahsulotlar ishlab chiqaradigan sexi bor yoki shunaqa mahsulotlar sotadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.